Dasturimiz davom etadi. Vazirlar Mahkamasi huzuridagi O'zbekiston texnik jihatdan tartibga solish agentligida Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputatlari ishtirokida texnik jihatdan tartibga solish agentligi faoliyati deputatlar nigohida mavzusida seminar bo'lib o'tdi. Tafsilotlar bilan muxbirimiz. Tadbirda mamlakatimizda mahsulot xavfsizligini ta'minlash, iste'molchilar huquqlarini himoya qilish hamda bozor nazorati tizimini xalqaro talablar asosida takomillashtirishga qaratilgan muhim qonun loyihalari muhokama qilindi. Xususan, mahsulotlarning umumiy xavfsizligi to'g'risida va bozor nazorati to'g'risidagi qonun loyihalarining mazmun-mohiyati, ularning ahamiyati va kutilayotgan natijalari atroflicha ko'rib chiqildi. Hurmatli prezidentimiz ham Oliy Majlis va O'zbekiston Respublikasi fuqarolariga yo'llangan murojaatnomasida ham aynan Jahon savdo tashkilotiga qonunchilikni takomillashtirish bo'yicha alohida topshiriq berganlar va shu bo'yicha mana hozir biz ish boshlaganmiz. Dolzarb mavzulardan bittasi iste'molchilarni sifatsiz mahsulotlardan himoya qilish, bozorga kirib kelayotgan, ishlab chiqarilayotgan mahsulotlarning sifatini oshirish. Aynan mana shu ikkita qonunimiz, shu bozor nazorati to'g'risidagi qonun va mahsulotlarning umumiy xavfsizligi to'g'risidagi qonun aynan shunga qaratilgan. Va undan tashqari yana bu qonunlarni juda ham bir asosiy muhim omillaridan biri bu raqamlashtirish. Ya'ni biz bu ishlarni hammasini raqamlashtirib, boshqa nazorat qiluvchi idoralar bilan integratsiya qilish asosiy vazifa deb qo'yganmiz. Ta'kidlanganidek, mazkur tashabbuslar davlatimiz rahbari tomonidan tadbirkorlik muhitini yaxshilash, mahsulotlarning bozorga kirishini yengillashtirish hamda samarali nazorat mexanizmlarini joriy etish bo'yicha belgilangan vazifalar ijrosini ta'minlashga xizmat qiladi. Seminarda bugungi global bozorda mahsulot turlarining ortishi, elektron tijorat rivoji va yangi texnologiyalarning joriy etilishi mahsulot xavfsizligi tizimini tubdan yangilashni talab qilayotgani qayd etildi. Bugungi uchrashuv ham yana oldimizda turgan mana shu milliy qonunchiligimizni yana ham Jahon savdo tashkiloti bitimlariga uyg'unlashtirish borasidagi yana amalga oshirishimiz mumkin bo'lgan qonunlar borasida so'z ketdi. Albatta bu bo'yicha mahsulotlarni umumiy xavfsizligi to'g'risidagi qonun loyihasini qabul qilishimiz va qolaversa bu bo'yicha bozor nazorati to'g'risidagi qonunlarni ham kelgusida tez fursatlarda qabul qilinishi uchun o'zimizni hissamizni qo'shamiz degan umiddaman. Seminar doirasida deputatlar texnik jihatdan tartibga solish sohasida faoliyat yuritayotgan zamonaviy laboratoriyalar faoliyati bilan ham tanishdilar. Xususan, laboratoriyalarning moddiy texnik bazasi, sinov va tadqiqot o'tkazish imkoniyatlari hamda yangi talablarga tayyorgarlik darajasi ko'rib chiqildi.